Yurttaşlar 9 dekabr 2025 yıl. Bugünkü geçki savdamız 2019 yılda işlep çıkarılan zavodskoy metallı mekanik korobka Gentra avtomobilimiz oldu. Maşinamızı Hazarız Drujbadan kelgan Javohir ukamize sattık. Ina uka kilitlari. Yaxshi kunlar to'lanmang gaysan Izzatullo Yavarga. Maşinamızın narxi 115 milyon bo'ldi. Ozgina pullar yetmeyecek oldu. Kredite çıkarıp verdik. Niçik narx navo maşin ko'ngildagi deymi? Maşin ko'ngildagi deydi. Rahmat katta. Bağat avtolidere geldik. Ama işlerimiz bir zamanla bitti. Maşinani sağa ko'rsating, ko'ngildagi deymi? Kraskasini, probegini. Aytganimizning bir krelinde çıktı. Başka yerda kraska chiqmadi. Hammasi kelaverasizlar. Kam probeglar, ha? Yurttaşlar satgan maşinamiz 19 yıl zavodskoy metallardi. 4 tane yumshoq balon ham qo'yilgan edi. Kraskasi chapyan bir krelinde bor edi. Yurgan kilometri 37 bin kilometr edi. O'zlari ham kompyuterga soldirib oldilar bir qator. İlk kraskalarni tekshirib oldilar. Shunday asosida mashinamizning narxi 115 milyon bo'ldi. Kimga shunday sifatli va arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bag'at tuman Gayin ro'parasida Bag'at avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanaverasizlar. Hammangiz salonimizda kutib qolamiz.